$300 ming Yunusobod tumani Sampi mahallasida joylashgan 2 sotixli yangi xonadonimiz. Binoimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 360 kvadrat. Ichlari to'liq neoklassika stilida bitgan. 2 sotixdan maksimal darajada foydalanilgan 360 kvadratli bino. Birinchi qavatda bu xonamizda zal, o'rtada katta hollimiz joylashgan. Undan tashqari yoshi kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Yotoqxonamizning shunday yonida sanuzel va topli garajlari bilan joylashgan. Bu bizning mana общий sanuzelimizda kafellariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda chiroyli chiqqan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizning qishki oshxonamiz. Qishki oshxonamizdan bo'lsa, orqa hovlimizga chiqiladi. Orqa hovlimizda yozgi oshxona juda chiroyli, yashil maydon qilish uchun sharoit va o'zini vodopadlarigacha qilingan. Orqa hovlida bemalol oilaviy dam olib o'tirish uchun barcha sharoitlari bor. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz va bizning ikkinchi qavatda bo'lsa 4 ta yotoqxonamiz kutib oladi. Bu bizning birinchi yotoqxonamiz. Panoramli oynalarimiz qilingan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikkinchi yotoqxonamiz. Ortiqcha ko'zni charchatadigan hech narsa yo'q. Remontlari juda akkuratni stilda bitgan. Bu bizning bo'lsa, uchinchi yotoqxonamiz va o'rtada общий sanuzel qismimiz joylashgan. Ikkinchi qavatimiz uchun juda chiroyli kafellariga ham alohida e'tibor berib, videoni shu joyda like bosib qo'yishni unutmang. Bu bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zining ichida sanuzel va garderobnisi bilan joylashgan. Telefon nomerlar video